ipoteka kreditiga uy olish yaxshi deb o'ylaysizmi yoki yig'ib olgan yaxshiroqmi? Yig'ib olgan yaxshiroq. Yig'ib hayotda ololmaymiz bu vashi qiyin narsa. Faqat shu kredit zato keyin bir tomonda maqsad bo'ladi, shuni yopaman deb kreditda ishlaydi odam, harakat qiladi. Naqdiga u menimcha mana ololmasa kerak bizga hali beri. Ipotekani foizi juda ham qimmat. Umuman maslahat bermayman. Вообще maslahat bermayman lekin. Yig'ib olib bo'lmaydi. Ipoteka qilib, kredit qilib olsa bo'ladi. Albatta kreditga olgan yaxshi. Yig'ib olguncha ancha vaqt o'tib ketadi. Krediti bor inson yanada harakatini ko'paytiradi deb o'ylayman. Bizga o'xshaganlar misol uylarimiz bor, boshqamiz bor. Yosh oilalar endi uyga kredit olsa bo'ladi. Chunki kelajagi bor, harakat qiladi ishlashga, uy joyi bo'ladi, krishna nad головой bo'ladi demoqchiman-da. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Chunki uy joy yil davomida to'lab borish bu aholiga qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'ylayman. Endi uy joy uchun yig'ib olish hammani qo'lidan kelmaydi. Bosh to'lab kredit bilan qilgan yaxshi, ipoteka bilan.